Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. YouTube kanalimizga xush kelibsizlar. Yangi elik stakanchikka o'xshagan 300 kilolik materiallarimiz chiqqan. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin. JMP firmamizning original kabinkalari mana. Kimga kerak bo'lsa 600 kilolik mashina rullik. Ichilarini bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bu ajoyib dizaynerda ishlangan mana. Suv bachoylarigacha bor, qarang, suv bachoy. Eng qiziq ko'ryapsizmi, oldi jitkisli. Aporni diskali. Manzilni bilasizlar, Qo'qon shahardan kirib kelishingizda Dang'aradan yo'nalishida Bodo kompaniyasi mana. Ish faoliyatida ishlayapmiz, bemalol kelaverasizlar. Ko'pchilik Bodo berkilib ketdi. O'ylayapti. Yo'q, Bodo berkilib ketgan yo'q. Bodo ish faoliyatini doim nima qiladi? Kimga shuna materiallar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekranlarda nomerlarimiz bo'ladi. Vodiy ichida dastavkalarimiz bor. Bemalol telefon qilib bemalol nima qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. YouTube kanalimizga o'tib shunday obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Oldi jitkisni so'ragan 1 tonnaliklarga ham aksiya narxida Bodo kompaniyasi juda ham katta aksiya qildi. Qarang, turishini qarang. $1100 1 tonnalik materiallarimiz mana. Oldilari jitkisli. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. YouTube kanalimizga o'tib shunday obuna bo'lib qo'yasizlar.